Xonani yig'ishtirish kerakmi deyman-da do'stlar. O narsani emsin. Ko'pchilik aytadi, uyingni ko'rsatasan, bir normal remont qilib, unaqa qilsang, bunaqa qilsang bo'lmaydi. Remont qilsam nima o'zgaradi do'stlar? Nima o'zgaradi? Xudo xolasa, inshaalloh uy olaman. Yaqinda 2025-yil tugamasdan uy olaman inshaalloh. Niyat qilganman, Alloh beradi, vojibdan. Allohdan so'rab turibman. Qurilishda ishlab yurganlar biladi, qurilish sharoiti qanaqaligini. Lekin qurilishda ishlab ko'rmaganlar bilmaydi. Qurilishda men ancha umrimni qurilishda o'tkazganman. Anchagina umrimda. Salafanga o'ranib uxlagan kechalarimizdan ham bo'lgan, hali esimda. Shuning uchun yotayotgan joy bormi? Shunga shukr qilaman. Ko'chalarda qolib ketganmiz haftalab. Yotayotgan joy bor, shunga shukr. Alhamdulillah.